Assalomu alaykum. Ayni damda biz Navbahor tuman elektr ta'minotining poligonidamiz. Ushbu poligonda xavfsizlik texnikasi bo'yicha viloyat bosqichi boshlandi. Barcha ishtirokchilarga omad tilab qolamiz. Navbahor tuman elektr ta'minoti korxonasi o'quv mashg'ulot maydonida 11 ta shahar tuman ishtirokida viloyat musobaqasi o'tkazilmoqda. Viloyat musobaqasining o'tkazilishidan maqsad xodimlarning kelgusida xavfsizlik texnikasi qoidalariga rioya qilishi, ularning bilim saviyasini oshirish va kelgusida bo'ladigan har xil baxtsiz hodisalarning, jarohatlanishlarning oldini olish maqsadida o'tkazilib kelinmoqda.